Bugun video obzorda Jetour X70, Haval M6, Damas, Gentra va yana Cobalt mashinasi. Xo'p, bu avtomobilimiz MP motor bilan jihozlangan, shuning uchun propan ham metan ham idealni tushadi, lekin afzali bu avtomobillarga propan bo'ladi. Hop, Gentra avtomobiliga zamin xizmat, Damas avtomobiliga noldan propan uстановка, Haval M6 mashinani bitkazib bo'lindi, xudo xolasa. Bunga idealni qilib propan uстановка qildik. Bu ham MP motor bilan jihozlangan. Kimgadir propan yoki metan narxini o'z qiziq bo'lsa, Sirdaryo metangizga aloqaga chiqing. Eng skidka narxlarda va obunachilarimizga mega skidkada Opton propan va metanni sizga taklif qilamiz. Har qanday turdagi avtomobilga yuqori sifatda X90 bo'ladimi, X70 Plusi bo'ladimi, Bestung bo'ladimi, Malibu 2.5 turbina XL Premier bo'ladimi, barchasiga eng skidka narxlarda propanni sizga taklif qilamiz. YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Obunachilar uchun albatta mega chegirmalarimiz bor. Shoshilib qoladigan joy. Bu videoni saqlanib qo'ying. Past raqam qoldiramiz.